bo'lmasa o'zbek kinoni ikkinchi qismini ko'rgan bo'lardingiz. Aytsam xafa bo'lib qolasizlar. Yoqtirmayman o'zbek kinolarini. Qayni qolmagan oxirida. Yo'q. Avvalda ko'p ko'rganman. Eski kinolar, oldingi. Eski kinolarni. O'sha. Bu kutilmagan savol bo'ldi-da baribir ham. Mustaqillikdan keyin ishlab chiqarilgan kinolarni hammasi bir birodan ko'chirma nusxa bo'lib qolgan. Bittasini ko'rgandan keyin xuddi ingliz kinolar o'xshab oxiri ma'lum. Qaynona kelin mojarosi, ana shunaqalar bo'lib qolgan. Yomon qaynona, yomon kelin, ana shunaqa ma'no, mantiq yo'q. Bir birodan ko'chirib yozyaptilar, chiqaryaptilar. Bu ham meksikanskiy kinolarga taqlid qilib ishlab chiqaryapti. Rejissyorning kamchiligi deb o'ylayman bular ba'zi. Oldingi kinolardan-chi? Avval kinolarga bir ma'no, mantiq bor edi-da. Masalan, qaysi Nimalargadir, qanaqadir yo'nalish berar edi. Boranki tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan. Har doim ham kinolar tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan. Avval bir davlat siyosatiga bir moslashtirib ishlab chiqarilgan kinolar bo'lgan. Hozir na davlat siyosatiga mos kelyapti kinolar chiqarilishi. Na bir odamlarning tarbiyaviy ahamiyatiga ega bular. Agar bu to'g'ridan-to'g'ri Yevropa madaniyatini olib kirib kelish bo'lyapti rejissyorlarimiz tomonidan. Men shuning uchun ulardan xafa bo'lib ko'rmay qo'yganman. Bachalarim bilan ko'rishda maslahat bermagan bular. Ko'rmaymiz ham shu uchun ham. Shu uchun Sog' bo'ling. maslahat bermayman.